Assalomu alaykum aziz bekajonlar. Bugun sizlar bilan sochni yumshoq bo'lib chiqadigan tvorogli pirog tayyorlaymiz. Ayniqsa saharli va iftorlikda juda ham yeyishli pirog bo'ladi. Buning uchun biz 600 gram unimizga 350 gram margarinimizni solib, yaxshilab urvoq holatiga keltirib aralashtirib olamiz. Xamir bo'lib qolmasin. Mana shunaqa urvoq holatiga keltirib olganimizdan keyin bitta tuxumni chaqib, uni ham xuddi shunaqa yengil aralashtirib olamiz. Mana shunaqa urvoq holatida bo'lishi kerak. Endi bunga 1 choy qoshiq vanilin solib, 1 osh qoshiq silliq razrixlitel solib, uni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana yengil aralashtirib, endi buni chetga olib qo'yib, nachinkamizni tayyorlab olamiz. 600 gram tvorogimizga 300 gram shakarimizni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Varinyani ichiga nachinkaga solsanglar ham bo'ladi, lekin men tepasiga solishni xohladim. Mana yaxshilab aralashtirib olamiz. Vanilin solinglar, mana vanilin solish esimdan chiqib qolibdi. Endi ikkita tuxumimizni chaqib, buni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Sal suyuqroq massa bo'ladi. Hech qisi yo'q, xavotir olmanglar. Mana endi listimizga urvoqli massamizni 4 dan 3 qismini yoyib, bir qismini tepasiga sepgan olib qo'yamiz. Yaxshilab tekislab chetlari bilan yoyib olamiz. Endi tvorogli nachinkamizni solib, tepasidan uni ham yaxshilab tekizlab olamiz. Mana endi varinyamizni tepasiga solib, uni ham yaxshilab tekizlab olamiz. Endi olib qo'ygan urvoqli massamizni tepasidan sepib chiqamiz. Endi pirogimizni 250 gradusga 40 minutga qo'yib pishirib olamiz. Usti qizarguncha pishirib olamiz. Mana pirogimiz tayyor. Xona haroratida sovutib, kesib dasturxonga tortishimiz mumkin. Mana ichlari sochni yumshoq bo'lib chiqadi. Og'izda eriydigan bo'ladi. Tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Albatta tayyorlab ko'ringlar.